Birinchi ish, meni Telegram botim orqali istalgan addonni tanlab, yuklab olish tugmasini bosasiz. Bot dasturidan chiqib qarasangiz, sizga ushbu faylni yuborgan bo'ladi. Faylni yuklab oling. Minecraftni tanlang. U sizni togridan togri o'yinga olib boradi. Ikkinchi ish, Minecraft sozlamalar tugmasini bosamiz. Pastroqqa tushib, Global Resource tugmasiga bosamiz. Mening fayllarim degan joyda addon qo'shilganini bilib olishimiz mumkin. Eslatma, siz o'rnatmoqchi bo'lgan addon Minecraft versiyasiga mos kelishi shart. Uchinchi ish, addonni Minecraft dunyosiga ishga tushirish. Yaratgan dunyoingiz yonidagi qalamchani bosamiz yoki yangi dunyo yaratamiz. Pastroqqa tushamiz. Resource Pack va Behavior Pack bor. Resource bo'limidan o'zingiz qo'shgan addonni tanlaysiz. Eksperimental tugmasiga o'tib, hammasini yoqib chiqishimiz shart. So'ng dunyo yaratish tugmasini bosamiz. Minecraft dunyosiga o'tdik va bizga qandaydir qo'llanma chiqadi. U qo'llanmada addon haqidagi ma'lumotlar bor. Telegram bot kommentariy va tavsifda. Agar havolaga o'tib bo'lmayotgan bo'lsa, kanalimdagi tarjimai holga kirib qarasangiz, mening Telegram botim va Telegram kanalim bor.